Agar Tog'soy sharshadasiga yakshanba kuni kelmoqchi bo'lsanglar, bu videoni oldin ko'ringlar. Voy. Va nihoyat elektrichkadan tushib oldik. Odam juda ham ko'p ekan. Tasavvur qilib bo'lmaydi. Agar sizlar ham elektrichkaga chiqmoqchi bo'lsanglar, yakshanba kuni maslahat bermayman. Juda ham odam ko'p ekan. Qanaqa bo'ldi? Qizilga ayniqsa maslahat bermaydi. Juda yomon. Mana hozir ko'prikka keldik, yetib keldik. Suvning ustidan o'tyapmiz. Yashillik sal kamroq negadir va qovli juda ham erib ketgan. Oldingi yil mashtaqa paytda har bitta cho'qqining ustida qov edi. Mana katta chimyonda ham juda ham ko'p qov erib ketgan. Manzara chiroyli. Ko'prikka yetib keldik va odam juda ham ko'p. Tog'soy. Hali Sharsharaga yetib bormasmizdan odam juda ham ko'p. Suvni kechib o'tadigan joyga yetib keldik. Kimdir to'sin tashab qo'yibdi bu yoqqa. Bu yoqda. Bitta o'tdik. Cho'pdan yiqilib bering. Yo'lda yurishda davom etamiz. Mana bu yoqqa yangi ko'prik qo'yishibdi. Yuvalidu dostum. Ha. Mana otlar boqilyapti. Qanaqa bo'pti? Qashshan og'ab yozdi. Issiq havo albatta. Hali yozmas endi. Hali yozamas. Tog' ko'rsat. Ham yashil. Yo'lda yurishda davom etamiz. Manzara har doimgidek chiroyli. Odam juda ham ko'p. Mana qaranglar. Odam juda ham ko'p. Nima deysiz? Men yo'qcha ekanman. Ha. Tasavvur. Ha? Bunu ben sabah tutuyor. Kız sochlar va sharshirasi yoqdimi? Yaxshi. Sizga chatdi vaqtdagi yoqdimi? Yo'q. Odamni ko'pligini qaranglar. Aholi tepa chiqib
Orul beraman. Abdullo. Tinto. Kız sochlari sharsharasin tepadan ko'rinishi. O'tda tog' soy sharshirasiga kelishimizga ozgina qoldi. Mana tepasida katta tog' soy sharshirasi. Tikka balandlikdan chiqib kelyapmiz. Shu tog' soydagi tikka balandlik. Mana bu kanyon tepasi уже. Sakring. Sakredivka. Nimadan sakraydi? O'tga yo downga? Evet, güzel. Shoshilmalaring bularga bay. Yo to'xtatku yo o'tma yo o'tma. Hozir tog' soy sharshirasidan qaytib ketamiz orqaga. Odam juda ham ko'p. Qanaqa bo'ldi? Taassurot. Zo'r, chiroyli, juda chiroyli joylar. Nimasi yoqmadi? Odam ko'pligi. Boshqa kunni tanlab chiqinglar, dam olish kunlari odam ko'p bo'lar ekan. Sizdachi? Taassurotmi? Ha? Shu. Qanaqa? Zo'r. Nimalar yoqmadi? Qiyin ekan. Odam ko'p. Rasm tushayotganda ozgina xalaqit beradi, nima qichulagan, arziydi. Qiyin ekan? 10 litrli suv topganimiz yaxshi. Hammasida qiyinchilik bo'ladi, atak. Oxirida chiroy baribir dam berib oladi hammasi. Mazina dam olib o'tamiz. Boya kelishdi. Soy bo'yidan kelgandik, sharchalar tomosha qilib. Hozir tepadan qaytyapmiz. Shu tepa tomondan. Bu yoqda ham manzara juda ham chiroyli. Mana bu dastarkazi cho'qqisi. Bu yoqda Qizilnuva, Havli, Oqtosh cho'qqilari ko'rinyapti. Bu yoqda Chirchiq shahri. Shu tarafda.
O, ana katta chimyon. Tabiiy terilgan toshlar. Yo'lda yurishda davom etyapmiz. Hozir tabiiy terilgan toshlardan o'tdik. Ozgina dam olgan to'xtadik. Ikkita yo'l tutashgan joyga yetib keldik yana. Mana bu yoqdan oyoqqa yurib ketgandik. Hozir bu yo'ldan keldik. Yomg'ir yog'yapti. Yomg'ir yog'yapti mana. Soat 3:30. Tog' soydan kelishdi. Mana Oqbuloq bulog'i bor. Mash'ala. Ikkita bo'lar ekan. Yo'qqa qaytamiz.